Assalomu alaykum, aziz, muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Uzundan beri bir oydan ko'proq faoliyatlarimdan ko'payib ketganligi uchun sizlar bilan ekranda muloqot bo'lish fursatim bo'lmadi. Buning tufaylidan ba'zi qarindoshlarim mening nima qilayotganligimdan xabarsiz bo'lg'achqa surishtirishlarni bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Bugun qayta yuz ko'rishishga nasib qilgan Allohga hamdlar aytaman va bu yuz ko'rishishimizning bundan keyin qarorli holda davom qiladigan qilmaydiganligiga yanala o'tda qilolmayman qarindoshlar. Chunki boshqa faoliyatlar bo'lganligi uchun hamisha bu yerda so'zlab o'rtog'im olmaydi. Buning uchun meni afv qilasizlar. Endi bugun so'zlaydigan temamiz ko'rib turganinglardek dushman hukumidagi mujmallik yeni tragediyalarga sabab bo'lishi mumkin degan tema. Biz dushman ve düşman hukumi hakkında hali köp to'xtaldik. Kitaplarda to'xtaldim masalan, videoluk sözlerimdimi bu meslekka to'xtaldim. Bizning dushman qarashimizdagi mujmallik deganimizda balkim ko'pchilikning aqliga bir dushman, bir nishon qarashim kelishi mumkin. To'g'ri. Biz dushmanni tonigan chog'imizda bir dushman, bir nishon chaqiriqimiz kuchga ega bo'ladi. Ammo dushmanni tonimagan yoki yetarli tonimagan bo'lsak qanday bo'ldi? Balkim bu so'zimga hayron qoldiganlar chiqar. Dushmanimiz Xitoy tursa bunga gap ketamdi deylar. Lekin qarindoshlar, bizning ongsizligimizdagi xatti-harakatlarimiz, ixtiyorsiz so'z harakatlarimizdan ba'zida shuni his qilish ta'sir emaski, bizning dushman qarashimiz hala mujmal. Xitoylarni dushman deb tonish keskinlik qozonmaganligi bilinadi. Bu bizning ruhimizdagi, to'g'risi kollektiv yoshirin elimizdagi masala deyishga bo'ladi. Bu hal ajdodlarimizdan kelgan. Tilga ilish, hatta xiyolda eslashma tannishirken durduğun derecedeki numusluq keçmiş, bunun jiltizini teşkil qilgan desek to'g'ri bo'lishi mumkin. Ko'pchilikka ma'lum bo'lgandek, ikki cho'ng imperiyaning orasida qurilgan 7 shahar davlati, ya'ni Yaqub Beg hokimiyati, yeni ve aciz edi. İki cho'ng imperiya. Sharqda Manju Xitoy imperiyasi, g'arbda Char Rossiya imperiyasi. Bu ikkisining orasiga siqishib qolgan Yaqub Beg hokimiyati. U yeni qurilgan aciz bir davlat. İqtisadi aciz edi, nüfus az ve texnika jihatdan aciz edi. İşlep chiqarish vositalari qaloq, sanoat yo'q. İptidai holatdagi yeziglik davlat edi. Shunga Yaqub Beg harbiy hozirliklarni puxta qilishga, harbiy zapaslarni ching tutib uzoq so'ziladigan jafoliq urushlarga tayyor bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki Yaqub Beg ilgari O'rta Osiyodagi qarindosh davlatlarning sipida bir qo'mondon sifatida Char Rossiya armiyasi bilan urushgan. Urushib baqqan ve
Ruslarning taraqqiyotini O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning qaloqligini, ikki tarafning kuch selishtirmasini nayta obdan bilgan bir harbiy qo'mondon edi. Shuning uchunmi bundaq uzoq so'ziladigan bir urushqa tayyorlikda bo'lishni aqalli bir ish, bir davlatning qilishga tegishli ishi deb biladi. Sharqlik qo'shnimi, g'arblik qo'shnimi ishonchli emas. Bu sababdan Yaqub Bey zapas ashliq yig'ishga bek kuchayotganlikdan, bo'libmi shirk amaldorlarning davlatning bosh xarajlariga o'zining nasibasini qo'shib, ziyoda eg'irlashtirib yutishdi deyildi. Xalq bek qaqshab ketdi. Chunki xalqda vatanparvarlik tuyg'usi nol deyishga bo'ladi. Chunki bundaq tarbiya ne o'qimishlik tabiiy tarafidan, ne davlat tarafidan elib berilmag'achqa xalq to'limi ongsiz edi. Xalqning ko'rdig'ini burnining uchi. O'zi tortayotgan ziyonlamadi. Shunlashqa Yaqub Begning nima plani borligi bilan xalqning emas, davlat amaldorlarining mikori yo'q. Har kim o'z hisobini qiladigan vaziyat hokim edi. Shunga Zozingtangning tajovuzchi qo'shini vatanimiz tuprog'iga kirib kelganda Turpanning ashliq ambarlarida 30 yilga yetgudek ashliq zapisi bo'lishiga qaramay ichki nizo, vafosizlik, ko'zikchilik bilan tajovuzchilarga qarshi keskin qarshilik bo'lmadi. Xalq Yaqub Begni bek zolim deb bilgachga, hukumat taraf tutulmasdan tajovuzchi dushmanni chajan qurib kutib oldi. Xalqimizning dushman qarshi aniq emas edi. Chunki ta Qarxonlar imperiyasi yemirilgandan buyon Uyg'urlar davlat so'ramay, chetdan kelganlar davlat so'rab kelmoqda edi. Chetdan kelganlar. Chunki bizda milliy his, milliy kimlik tuyg'usi degan narsa bo'lmaganligi uchun umuman bir odam chetdan kelgan bo'lsa, bunun hammasi chetdan kelgan hisoblanadi. Hatto o'zimizning qarindoshi bo'lgan taqdirdimi, Sharq Turkistonning sirtidan kelgan bo'lsa, umma chetdan kelgan hisoblanadi. Demak, bu qarashga ko'nib qolgan bir xalqmiz. Qarxonlar imperiyasi yemirilgandan keyin dastlabda ko'tarilgan Chingizxon Mo'ng'ul istilosidan keyin Mo'ng'ullar uzoq zaman bu tuproqlarda hakim bir tabiiy bo'lib xalqimizga hukmronlik qildi. Hatto ular tamoman assimilyatsiya bo'lib bu hukmron tabiiga osonlik bo'lganligi uchun xalqimiz tarafidan assimilyatsiyaga uchradi. Til, madaniyat, din tamamen Uygurlaştı. Şundaq bo'lishga qaramay, ular o'zlarini yanala Chingiz avlodi Mo'ng'ul deb biladi. Va bu davlat taki Yaqub Beg davrigacha Mo'ng'uliston deb atalishining sababi hukmronlar Mo'ng'ul qinidan kelganlikdan edi. Demak, chetdan kelgan Mo'ng'ullar bizga xo'jayin bo'ldi. Yaqub Beg hokimiyatigacha Mo'ng'uliston deb ataldi vatanimiz. Mo'ng'ullardan keyin xo'jalar. Xo'jalarmi chetdan kelgan edi. Xo'jalardan keyin Yaqub Beg. Shunga bizning xalqda milliy anglamaganlikdan Yaqub Begni chetdan kelgan deb qaraydi. Aslida Yaqub Beg milliyetlik itibarı bilan o'zimizdan deyishga bo'ladigan bir odam bo'lsa-mu, uni Qo'qondan kelganligi uchun uni chetdan kelgan hisoblaydi. Va umuman bizning xalqning elida bizni chetdan kelganlar idora qiladi. Chetdan kelganlar xo'jayin bo'ladi. Va bu taqdirning yozmishi. Goya bu Allah tarafından aşında bekititilgandek
bir xil künüp qilish bor edi. Bu noktada Xitoylar ham farqsiz edi. Chunki bizda milliy ish yo'q. Anda bo'lgandikan, u chetdan kelgan, bu chetdan kelgan, Xitoy chetdan kelgan. Umuman chetdan kelganlar xo'jayin bo'ladi bu davlatga. Buning farqi yo'q bizning xalq uchun. Chetdan kelgan bu biri bilan kelishamagan ekan, chetdan kelgan yana birini tanlab xo'jayin almashtirib ko'rib baqqanning qaraydi yo'q edi. Xalqimizdagi qarash mana shundoq da deydi. Düşmanning kimligini, o'zimizning kimligini, ya'ni dushmannimi, millatni bilmaydi. Vatanparvarlik imimi yo'q edi. Shuni tajovuzchilarni kutib oldi. Yoqub Beyga asiylik qilishdi. Ikkinchi qatim kommunist Xitoy armiyasi yurtimizga kirib kelgandimi, xuddi shunday bo'ldi. Bu voqea g'arb matbuotida bir g'alatilik, bir ajoyibot sifatida xabar qilindi. Nomus qarindoshlar. Tajovuzchi qo'shinning hech bir qarshiliksiz bu tuproqqa kirib kelayotgani, yerli xalqning aqli benormal odamlardek qiziqishdan anqiyib yo'lning ikki tarafida qarab turishi, hatto ba'zi joylarda tabiiyki chajon qurib qarshilashim bo'ldi. G'arblik muxbirlarni hayron qoldirdi. Dunyoda tajovuzchilarni bo'ysun kutib olgan yana boshqa bir xalq yo'q edi. Hatto Amerika Indiyalarimi necha 100 yilga so'zilgan bir qarshilikni davom qilgan. Hatto bu qarshilik jarayonida ba'zi yerlik millatlarning naslini qurib ketgan. Ya'ni shu vaqtgacha qarshilikni to'xtatmagan. İlgirki tarixlarda davlat qurib baqqanlar emas, imperiyalarni qurgan bir millat mana shunday qilib tajovuzchilarni to'g'i boshlab, ular bilan birga yashasa, quliq tinch bo'ladiganligiga, baxtli bo'ladiganligiga, yig'iliqlardan qutuladiganligiga ishongan edi. Afsuski, tajovuzchilarning hech qachon birlikda yashash niyati bo'lib boqmadi. Şuna her fırsatta katliamlar kam bo'lmadi. Endi bugungi kelganda ahvolimiz nedirikdi? Katliamlar hala davom qilyapti. Lekin nurg'un kishilarimiz hala Xitoyni keskin bir qarash bilan dushman deb tunishga yaqin kelmayapti. Yaqinda anlasam G'arbdagi ma'lum shaharda namoyish chaqiriqiga ba'zi Uyg'urlar mening oilam, mening tuqqanlarimni tutqun qilmagan tursa, men nimishqa namoyishga chiqaman deb javob berdi. Bundan boshqa yana nurg'un kishilar elimi xuddi keklikning yo'shirnivog'inidek bir xil hamoqatlarcha tutum ifodalab milliy istiqbol haqida munosabatsizlik pozitsiyasida elimi dushmanni tonimaydigan qiliq harakatlarda bo'lishimi bizning xatti harakatlarimizga shu tarixdan qolgan kollektiv yo'shirin angning asası yöneliş belgilayotganligini ko'ramiz va bu kishini qattiq afsuslantirdi. Ularningcha dushmanning qirg'inchiliklari, qiynab azoblari bizning nima qilayotganligimizga, ya'ni xatti harakatlarimizga ko'ra bo'lib, go'yo biz shu tursak, biz singanlarni yesakla, u bekor bizga zulm qilmaydi. Demek Xitoy emas, biz eski. Biz gunohkor. Siyosiy faoliyatlarga qatnashmay yuvash bo'lsak, gap anglaydigan yaxshi bola bo'lsak, oilamizdagilarga, urug' tuqqanlarga zulm qilmaydi. Endi biz shularni o'ylab boqaylik. Dunyoda pasport olishi bizdanmi qiyin bo'lgan yana bir millat bormi?
Bu kadar qiyin shartlarda pasport elish, bir pasportga ega bo'lish, o kadar yo'g'on bir sha'nag'andek baxt hisoblanadigan Uyg'urlarning chet ellarga chiqish nisbati qandaqdir? Qanchalik odam chet elga chiqa oladigan Uyg'urlar? Chiqa olgandi yoki qancha persent odam chet ellarga chiqa olgandi hozirgacha? Qancha persent Sharq Turkistonlikning chet ellarda tuqqanlari bordir? Hozir natsist kamplarda, turmalarda azob tortayotganlarning hammasining chet ellarda tuqqanlari bormidi? Bular chet eldagi tuqqanlarning qiygan etganlar tufaylidan shunday azob tortayotamdigandi. Bu kadar amaliyatga qaramay, bu kadar vahshiylik qarshisida yanada yavash bola bo'lish, gap anglaydigan bola bo'lish tutumi dushmanni tonimaslikdan kelib chiqmoqda. Xitoylarni uzul kesil dushman deb tonimaslik kelgusida yana beshimizga texmi qo'rqinchli balo qazolarni keltiradiganligini mo'ljallash tez emas. Deylikki, agar Xitoylar parchalansa ve bu parçalanışta Şarkı Türkistan bir devlet olup ayrılsa, bu devlet ne boludu? Yanılı küçük Xitay devleti olup kalışı mümkün. Çünkü her bir güç kuvvet ve devletinin mekanizmlarının her bir basqıçları hemmisi Xitaylarning qo'lida. Xitaylar angliq, davlatchilik emig'i ega bir guruh angliq odamlarga ega. Ve olada davlatning o'zgarmas tüp siyosati bo'lgan mustamlika ziminlarni tamamen yutib olish ve mustamlika ziminlarning asli egillarının neslini quritishdan iborat bu o'zgarmas prinsip ularning yoshirin enidan joy olgan. Ama bizning xalqcha hala düşman hukmi mujmal. Hala düşman hukmi mujmal. Xuddi ko'nlarning eshakning yonboshiga optob tushsa qulog'ini siyat deganidek o kadar arzimagan, o kadar küçük menfaatlar uchunmi davlat ve millet menfaatini qurban qiladigan ko'zi kichiklik mavjud. Parchalanishning dastlabida Sharq Turkistonda Xitoy hokimiyati put taraf turib olish ehtiyoji bilan dastlabki bir mezgilda bir talay aldamchi siyosatlarni chiqarib, Uyg'urlardan ciddi qarshilik hareketleri chiqmaslik uchun vaqtlik erkinlik, demokratiya, barobarlik shuarlarini jar selishi mumkin. Bu holda tarixdan beri mushuningga ma'qul desakla qutulamiz. Ya mushuningga ha deb qo'ysaqlam qutulamiz deb o'z-o'zini bezlab bir-biriga tasalli aytib, oy berib kelgan xalqimiz yana bu ajoyib kamchiliklarga ta'sirlanib hatto madihilarga başlanışı mümkün. Çünkü biz hükümetni madihilab kunab qoldik ya. Undan bu ayrılıp çıkan kichik Xitoy davlatining hukumatini madihilashga başlashimiz mumkin. Anglasam g'arb davlatlarida mustaqillik demaydigan, Xitoydan ayrilishni xohlamaydigan Uyg'urlar bormish. Ular mustaqillik talabidagi tashkilotlarni yaxshi ko'rmasmish. Hatta Xitoyning siyosati bir oz yumshoq. 10 yil oldidagi, hatta 5 yilning oldidagi holatga kelsa, yurtqa berib kelish mumkin bo'lsa, shukr aytadiganligini oshkora tilga ilishdan xijil bo'lmaydigan manqurtlarmi yo'q emas. Mana bu bizning dushman qarshimizning qandaqligini ko'rsatadigan bir talay aynaklar. Birlam aynak emas, bir talay aynak. Qarindoshlar. Biz taxiyichi mana shu yerda. Musofining yerimidimi emas. Qandaqdir
Uyghur falan bu kolları, kandaktur milli mesele falan pistanlar, degendek davaları bilen. Şarkı Türkistan degan isimni ta'dirci acizlaştırganımız. Davamızın devlet davası ekanligi hukmini aciziltib, uni milliy dava, demokratiya davası, kişilik hukuk davasıga aylandırganligimiz. Xalqaro davamızın muqamini tüvelletib etken. Şarkı Türkistan'dan ibaret igilik hukukluk bir devletinin davası ekanligi hukmini aciziltib, hatta unutildirib. Bunu goya ma'lum devletning ichidagi asalliq millatning barobarlik davasida holatga tushirgan bo'lsa, ilgirki kommunistlarning jung hokimligini singdirishi bilan mengsuzilgan kishilarimiz da goya bizning aslidimi davlatimiz bo'lib bakmagan, endilikdimi biz davlat davos qilmayotgan, faqat haq huquq tanglik talab qilayotgan ta'sirini kuchaytirib, dushmanni tonishiga, maqsadimizni tonishiga ig'ir to'salg'u elib kelganligini alam ichida ko'rmoqdamiz. Shu aniq bo'lsinki, qarindoshlar, dushman mayli qandaq nayran ishlatsin, qandaq yumshoq siyosatlarni yo'lga qo'ysin, bizning maqsadimiz o'zgarmaydi. Biz kelgindilardan, tajovuzchilardan aslida o'zimizda mavjud bo'lgan narsalarni divanga o'xshash tilab olmaymiz. Bundaq rezillikni qilmasligimiz kerak. O'zimizda aslida mavjud bo'lgan narsalar nima? Xitoylar bizdan elib olgan haq-huquqlar, erkinligimiz, mustaqilligimiz, demokratiyamiz, kişilik huquqimiz. Hammani Xitoylar vatanimizni ishg'ol qilish orqali qo'limizdan elib olgan narsalar qarindoshlar. Aslida o'zimizda bor narsalar qarindoshlar. Endi uni divonadek Xitoydan tilab olamizmi? Bu kadar rezillikni tabiatimiz ko'taramdi. Ve bunu davanın asası muqamı qilib olganlarga la'natlar bo'lsin. Aslida o'zimizda borken Xitoylar tatib olgan narsalarni Xitoylardan tilab olishni, davanın asası muqamı qilib olganlarga la'natlar bo'lsin. Biz bunda rezillikni qilmasligimiz kerak, qarindoshlar. Biz munqarz bo'lgan davlatimizning davosini qilyapmiz, qarindoshlar. Munqarz bo'lgan davlatimizning bo'lganligi bir tajovuzchining bo'lganligidandir. Bir tajovuzchi bilan bir istiloga uchirg'ich o'tirishdagi kurash hargizmi tajovuzchining qandaq siyosat yurgizishiga munosabatli bo'lmaydi. Bu kurash ya istiloga uchirg'ich xalq erkinlik, ozodlik yo'lida qirilib tugigicha yoki tajovuzchi qo'llab chiqarilguncha davom qilingan kurashdir. Buni bilib olaylik, qarindoshlar. Hammanglarga rahmat. Hammanglarni Alloh panohida saqlasin. Anglag'ininglarga rahmat.